Tak. Senga start chizig'ini oldida mana mashina mashina toshiriladi. Kelding, o'tirding, joylashib olding. Bakoylarni to'g'rilagan holatda bu tomoningni orqa balon ko'rinsin, nari tomoningni eshikning orqa uchkasi ko'rinsin. Ana undan keyin chap tomonga pavrotni yoqib boshlaysan. Chapga pavrotni yoqasan. Nimaga chapga pavrotni yoqasan? Chunki harakat boshlash uchun. Imtihon programmani boshlash uchun chapga pavrotni yoqib imtihonni boshlayapsan. Ketdi sekin yurishni boshlading. Shoshmasdan, gaz bosma. Orqa balon start chizig'idan o'tgandan keyin pavrotni o'chirasan. Yaxshi. Keyingi stupnyaga borib to'xtaysan. Faqat sen chapga yurasan ekan. O'rtaroq yur. Sepeningni bosol. Makon teyindan chiziq ko'ringandan keyin to'xtat. 5 gacha sanaysan endi bu yerda. Nega 5 gacha sanaysan ukam? Chunki kompyuter o'qib olish kerak bo'ladi. Sen kompyuterlashtirilgan mashina haydayapsan, bo'lmaydi. Keyingi mashqing estakada mashq jarayoni. Yurur. Qo'yar sekin-sekin. O'zi chiqib ketadi mashinaning o'zi. Qarabaqning tegidan chizuv chiqdi, to'xtat, bo'ldi ukam. Endi sekin-sekin nuqtasini topasan. Sekin shoshmasdan. Mashina qaltiradimi? Yaxshi. Sizning vibratsiya kelyaptimi? Sekin tormoz qo'yib ol. Sepenida tursan oyog'ing. Ozgina gaz qo'shib yuborasan. Chiqmayaptimi? Gaz qo'shib yuborganingcha. Sepenani qo'yib yormagan holatda. Sekin znakka qarab yurasan. Ozgincha o'nroq, sekin. Mashinaning oldi kapoti sekin, palasani yopish bilan sekin rulni burasan. Faqat rulni oxirigacha burib qo'ymagin, chunki dumaloq chizuv qayriladi. Orqa balon bilan bosib qo'yish mumkin. Znaklarga qara, yengil mashina to'riga, gruzoy bilan avtobus chapga, yengil mashina chapga. Sen ikkinchi yo'nalishga kirasan. Birinchi yo'nalishga SD kategoriya kiradi. Xavfli burilishdan sekin qayrilsan. Yaxshi.